qo'ylaringni hazillashyapsanlar. O'ldirsa ham osh o'ldirsin. Shunaqa salqin havoda qorin ochganda eng zo'r ketadigan narsa bu osh bo'ladi. Bay bu turishini qaranglar. Bedini tuxumlari bilan, go'shtlari bilan, qalampirlari bilan bedini tuxum beradigan energiyani hech qanaqa energetik kiyim bera olmaydi ukan. Endi bo'lsa, ta'mini tatib ko'ramiz. Bismillah. Meni eng hayron qoldirgan narsa mana shu oshni turishini o'zi atiga 35 ming so'm. Qaranglar, go'shtlari, salatlari, noni, choyi, bedini tuxum bilan birga 35 ming. Agar bir dona qazi parragini qo'shib yorsangiz 40 ming so'm bo'ladi. Ko'p joylarda unaqa emas. Men bitta narsani 100% aniq aytaman. Uncha choyxonada bunaqa doda osh qilishmaydi. Yoshligimizda dodalarimiz aytardi, oshni